Uzoq umr uchun bu yerda o'zimni umrboqiylik yo'nalishidagi sarguzashtlarim qanday qilib nafaqat uzoq, balki sog'lom umr ko'rish va ushbu yo'nalishdagi o'zim o'rganayotgan bilimlarim, o'zimni qiziqishlarim va eng asosiysi o'zim hurmat qiladigan soha mutaxassislari va boshqa mehmonlar bilan quriladigan samimiy suhbatlarni ko'rishingiz mumkin. Bugungi mavzu kofe va qanday qilib undan sog'liqqa maksimal foyda olib, zararni kamaytirish mumkin. Kofe epigenetik qarish soatingizni sekinlashtirishi, yurak qon tomir kasalliklar xavfini kamaytirishi, ayrim onkologik kasalliklarni xavfini kamaytirishi, miyani charxlab diqqatni kuchaytirishi mumkin. Lekin xuddi shu kofeni o'zi uyquni buzishi, sirkadian ritm, to есть badanimizda ichki soatini izdan chiqarishi, ayrim hollarda esa LDL xolesterin, yomon xolesterinni ko'tarib, yurak qon tomir kasalliklariga xavfni oshirishi ham mumkin. Yagona farq uni qanday iste'mol qilishingizda. Bu videoning oxirida siz qanday qilib kofeni sog'lig'ingizga bo'lgan foydasini maksimallashtirish va shu bilan birga uni zararini minimal darajaga tushirish mumkinligi haqida bilib olasiz. Gap shundaki, kofe ichishdagi mana shu 3 ta narsa inson tanasidagi ta'sirini o'zgartirishi mumkin. Birinchisi, qanday kofe tanlaysiz? Don turlari. Ikkinchisi, qanday uni damlaysiz? Filtrsiz yoki filtrlangan. Va uchinchisi, qachon ichasiz? Ertalab, kunduzi, kun davomida, kechqurun. Videoda quyidagi savollariga aniq javob olasiz. Qaysi don va qaysi damlash usuli sog'liq uchun eng foydali? Nega qog'oz filtr, paper filtr juda katta ahamiyatga ega? Kofeni aniq dozalari, miya charxlash uchun, trenirovkalarni kuchaytirish uchun, performance enhancing deyiladi va uchinchisi yurak qon tomir tizimiga foydali bo'lish uchun. Keyingisi, qachon ichish kerak, qachon ichmaslik kerak. Va eng muhimi, kofeni natural energetik sifatida iste'mol qilish mumkinmi? Videoning oxirida siz kofeni oddiy ichimlik emas, uni umrni uzaytirishga, metabolizmni yaxshilashga va miyani samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan instrument sifatida ishlatishni o'rganib olasiz. Boshqa narsalarga o'xshab, kofe ham hamma uchun bir xil ishlamaydi. Genetik, uyqu, stress, gastrit, bosim, aritmiya, homiladorlik hammasi rol o'ynaydi. Yana bitta muhim ogohlantirish. Bu video maslahat emas. Bu video faqatgina yo'nalish uchun. Kofe va uni metabolizmga bo'lgan ta'siri mavzusida doim qayta chiqib keladi. Katta observational kuzatuv tadqiqotlarida qayta va qayta tasdiqlanadigan narsa bu: birinchidan, kofe ichadigan odamlarda ikkinchi tur diabet kamroq uchraydi. Glyukoza nazorati yaxshiroq bo'lishi kuzatiladi. Bu haqida birinchi marta o'rganganimda ochig'i hayron bo'lganman. Lekin shu yerda darrov tormozni bosamiz. Ovqatlanishga taalluqli bo'lgan insightlar odatda observational studiesdan, demak kuzatuv tadqiqotlaridan kelib chiqadi. Bular faqatgina u yoki bu yo'nalish haqida darak beradi. Ya'ni bu yerda sabab ko'rsatilmaydi. Bu faqatgina yo'nalishni aniqlab beradi. Masalan, sport bilan shug'ullanuvchi odamlar ko'proq yashaydi degani, bu sport sabab bo'lishi mumkin. Lekin ular yaxshiroq uxlaydi, kamroq chekishadi, sog'lomroq ovqatlanishadi. Xuddi shunday kofe bilan ham. Kofe diabetni oldini oladi deyish haddan tashqari soddalashtirish bo'ladi. To'g'risini aytganda, kofe ichadigan odamlarda diabet kamroq uchraydi desak to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, buni ishlash mexanizmi qanday va qanday qilib kofe metabolizmga ijobiy ta'sir qilishi mumkin? Bu yerda 3 ta asosiy yo'l bor. Birinchisi, badanimizda bitta juda muhim tugma bor, uni nomi AMPK. AMPK yoqilsa, bu holat odatda trenirovkadan so'ng va ochlik paytida sodir bo'ladi. Shu paytda hujayralar glyukozani yaxshiroq so'rib oladi, yog' oksidlanishi, fat oxidation kuchayadi, energiya ishlab chiqarish samaraliroq bo'ladi. Kofedagi ba'zi birikmalar, xususan
chlorogenic acid kabi komponentlar AMPK yo'llariga ta'sir qilishi mumkin. Bu kofe diabetni davolaydi degani emas. Bu kofe metabolizmga ta'sir qilish mumkin degani. Men o'zim uchun shaxsan katta bir yangilik bo'lgan bu paper filter, to есть kofeni qanday qilib filtrlaganligingiz yoki uni filtrsiz ichishni qay darajada sog'liqqa bo'lgan farqini bilib olganligim. Bu men uchun wake up call bo'lgan, demak o'zgarish degani. Kofeni yurakka ta'siri ko'p jihatdan uni qanday damlaganligiga bog'liq. Unfiltered, to есть filtrlanmagan. Odatda bu French press yoki turkcha qaynatilgan yoki uyda umuman qaynatilgan kofe, ba'zan espresso ham qog'oz filtr bo'lmasa agar. Bu usullarda kofedagi yog'li moddalar, deterpenlar, kafestrol, kahveol ko'proq o'tadi. Bu moddalarni muammosi LDL kolesterol, yomon xolesterinni ko'tarishi mumkin. Masalan, kuniga bir nechta chashka uyda qaynatilgan yoki French press yoki Turkish qahvani ichganingizda LDL sezilarli ko'tarilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Qator va qator tadqiqotlarda qog'oz filtr, paper filtrdan o'tkazilgan kofe esa shu deterpenlarni katta qismini ushlab qoladi. Shu sabab endi doimo kofe olganimda qanday usulda damlaganligi haqida qiziqib ko'raman va shu bilan birga qo'shimcha qog'oz olib, uni o'zim filtrdan o'tkazishga harakat qilaman imkoniyat darajasida. Keyingisi onkologiya. Kofe rak qiladi degan gap qayerdan chiqqan? Oldin kofe rak bilan bog'langan. Lekin keyinroq katta va yaxshiroq tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu bog'liqlik ko'pincha compounding bo'lgan. Demak, juda ham ko'p miqdordagi ayrim elementlar yig'ilganlik sabab faqatgina o'shanda onkologiya kasalliklariga sabab sifatida ko'rsatilgan. Masalan, o'sha davrda kofe ichuvchilar orasida chekish ko'p bo'lgan. Muhim tarixiy fakt. International Agency of Research on Cancer 2016-yilda kofeni ehtimoliy karsinogen statusdan olib tashladi. Nima degani? Mana shunday miqyosdagi dunyo tashkiloti kofeni onkologiyaga olib kelish sababi sifatida uni olib tashladi listidan. Bu kofe 100% xavfsiz degani emas. Bu shunchaki dunyoda taniqli tashkilot o'zini karsinogen elementlar spiskasidan kofeni olib tashladi. Bu nima degani? Bu tashkilot kofeni boshqa onkologiyalarga sababchi emasligini tan oldi degan ma'lumot faqatgina. Xo'p, kofe blueprinti, kofeni izi. Yurak va xavfsizlik. Yurak uchun eng toza variant bu paper filter. Demak, обязательно kofeni olganingizdan keyin uni filtrlashga juda ham katta e'tibor bering. Nimaga? Chunki O'zbekistonda yurak qon tomir kasalliklari bu o'lim sababini eng birinchi o'rinda turadi, o'lim sababchilaridan. Shuning uchun hech qanaqa qo'shimchalar, xuddi shu yo'nalishda kofe ham qo'shimcha sizni qon tomir kasalliklaringiz uchun xavfni oshirmasligi kerak. Shuning uchun ichganingizda albatta qo'shimcha qog'ozni sotib olsangiz agar, o'sha qog'oz bilan prosta filtrdan o'tkazib, обязательно o'shani ichishga harakat qiling. Shuning uchun yurak va yurakni xavfsizligi uchun albatta tozalangan, filtrlangan kofeni ichishga harakat qiling. Shu bilan birga agar sizda LDL baland bo'lsa agar, filtrlamagan kofeni ichmaslikka va uni dozasini kamaytirishga harakat qiling. Keyingisi kofe va uni sportchilar trenirovkalarda bo'lgan ta'siri. Kofein sport olamida eng ko'p ishlatiladigan natural ergogenik qo'shimcha hisoblanadi. U chidamlilikni oshirish, samaradorlikni yaxshilash va eng qizig'i miyani o'tkir qilishga qodir. Ammo bu ham protokol bilan ishlaydi. Xo'p, qanday ishlaydi? Mexanizm. Kofein markaziy asab tizimini uyg'otadi. Kofein charchoq signallarini biroz kechiktiradi va shu bilan birga diqqatni ushlab turishni kuchaytiradi. Bu doping emas, bu dozasi bor va aniq vaqti bor bo'lgan instrument. Mana bu joyi siz kutgan eng amaliy joy. Miya samaradorligi, ish, fokus uchun ko'pchilik uchun 1-3 mg kofein 1 kilo vaznga
eng foydali diapazon hisoblanadi. Agar siz deylik 80 kilo bo'lsangiz agar, demak 80-240 milligram orasi kofein bu siz uchun eng to'g'ri va diapazonga to'g'ri keladigan me'yor hisoblanadi. Demak, 80-240 milligram kofein siz uchun eng samarali oralig' bo'ladi. Agar bundan oldin kofe ichmagan bo'lsangiz, kofein ichishni boshlamoqchi bo'lsangiz agar, eng kichik 80-120 milligram kofeindan ichganligingiz to'g'ri bo'ladi. Chunki vaqt o'tgan sari, doza ko'paygan sari uni effekti ham kamayib boradi. Agar ko'p ichadigan va doimiy kofe ichuvchi bo'lsangiz agar, salgina dozani ko'paytirish, to есть 3 gram har bir kilo vaznga kofein miqdorini ichsangiz to'g'ri bo'ladi va me'yorga tushasiz. Sportdagi performance uchun, demak sportda samaradorligini oshirish uchun. Bu yerda diapazon 3 dan 6 milligram kilo vaznga yuradi. Demak, sportchilarga salgina ko'proq doza normal hisoblanadi, chunki ular uni ishlatadi va uni to'g'ridan to'g'ri trenirovkalarda effektini chiqarib yorishadi. Xo'p, endi qachon ichish kerak? Kofe ichgandan keyin 45-60 daqiqadan so'ng o'z ishini tanada boshlaydi. Effekt esa 2-4 soat davom etadi. Limit: ko'p joyda kuniga 400 milligramdan oshirma degan konservativ chegarani uchratishingiz mumkin. Lekin individuallik juda ham muhim. Har bir insonda har xil kofe tolerance deydi. Kofeni ta'siri har xil bo'ladi. Demak, fokus uchun bu yerda eng past dozalar ham sizni miyangizda samaradorligini oshiradi. Demak, 80-150 milligram kofein. Sportchilar uchun 3 milligram 1 kilo vaznga boshlash mumkin. Uydagi samaradorlik uchun eng kichik dozalar 80-120 milligram kofeindan boshlagan ma'qul. Xo'p, qachon ichish, qanday ichish? Bu bo'lim videoni eng muhim bo'limi desak bo'ladi. Chunki ko'p odam kofeni to'g'ri tanlaydi, lekin vaqti noto'g'ri bo'lganligi sababli hammasi dabdala bo'lishga olib keladi. Vaqt: ertalab ichadigan va kech ichadiganlar amaliy qoidalar. Kofeni imkon qadar kunni birinchi yarmida iching. Nega? Kofe melatonin ajratishini kechiktirishi, uyquga ketishni qiynashi va chuqur uyquni buzishi mumkin. Uyqu yomon bo'lsa agar, insulin sezgirligingiz yomonlashadi, stress gormonlari oshadi, ertasi kuni yana kofe kerak bo'lib qoladi. Bu aylanmani ko'p odam sezmaydi. Qayta va qayta takrorlaydi. Amaliy qoidalar: uyqudan 8-10 soat oldin kofe ichishni to'xtatishga harakat qiling. Agar siz 23:00 da uxlasangiz, demak kunni soat 13:00 va 15:00 siz kofe ichishingiz mumkin bo'lgan eng oxirgi vaqt. Filtrlangan va filtrlanmagan. Sog'liq uchun yaxshisi bu qog'oz paper filter bilan qilingan, minimal shakar solingan va u bilan birga minimal miqdordagi shirinliklar iste'mol qilingan bo'lganda eng effektiv iste'mol qilish hisoblanadi. Xo'sh, keyingisi bu don. Ularni o'sgan lokatsiyasi va ularni pishirish, roasting. Donlar arabika yoki robustaga odatda ajratiladi. Arabika odatda mazasi yumshoq, kofeini kamroq, robusta kofeini ko'proq. Ba'zi antioksidant profili ham kuchliroq bo'lishi mumkin. Sog'liq nuqtai nazaridan faqat robusta yoki faqat arabika degan aniq qoida yo'q. Agar sizga fokus kerak bo'lsa, robusta aralashmalari kuchliroq bo'lishi mumkin. Agar sizda uyqu sezgir bo'lsa agar, arabika sizga to'g'ri keladi. Roast, demak pishirish miqdori. Ko'p odam o'ylaydi, dark roast, qora pishirilgan donalar bo'lsa agar, ularning effekti kuchliroq bo'ladi deb. Aslida dark roast ko'pincha mazasidan kuchliroq, lekin antioksidantlar miqdori bo'yicha eng optimal degani emas. Amaliy qoida light to medium roast. O'rtacha, ko'p holatda normal variant bo'ladi. Dark roast qora pishirilgan da ayrim foydali birikmalar kamayishi mumkin. Shu bilan birga donlar qayerda o'sganligi, ularning geografiyasi kelib chiqishi bu yerda ham muhim rol o'ynaydi. Bu yerda cho'zmasdan foydali tavsiyalarni beraman. Yuqori balandlikda o'sgan donlar ko'pincha complex flavor hisoblanadi. Ularni ta'mi
mushkul ta'm hisoblanadi. Demak, ularni juda ham ko'p har xil turli ta'mlarini sezsangiz bo'ladi. Yuqori balandlikda o'sgan donlar bu Efiopiya, Keniya, Kolumbiya, Guatemala, ular kompleks flavor, demak mushkul ta'mga ega bo'ladi. Demak, ta'mni xilma-xilligi balandroq, kattaroq bo'ladi. Keyingisi esa ekvatorga yaqin, quyoshi ko'p hududlar, o'sgan donalar. Bular polifenol profili yuqori bo'lishi mumkin. Sog'liq protokoli. Agar kofe tanlashda mana shu 3 ta filtriga rioya qilsangiz, kofedan sog'liq uchun bo'lgan maksimal foydani olasiz. Birinchisi, kofe tanlayotganda uni pishirish miqdori yengil yoki o'rtachaligini bilib aniqlash muhim. Keyingisi brewing, tayyorlash metodi. Filtrlangan yoki filtrsiz. Ideali filtrlanganligi zo'r sog'liqqa ijobiy foyda beradi. Keyingisi uyqu vaqtingizdan 8-10 soat oldin ichish. Agar siz shularni qilsangiz agar, kofedan maksimal foydani olish va eng asosiysi uni sog'liqqa bo'lgan zararini kamaytirgan bo'lasiz. Keyingisi kofe va unga qo'shiladigan qo'shimchalar. Yakuniy protokol. Keling, endi hamma tavsiyalarni bitta joyga yig'amiz. Mana sizga oddiy protokol. Birinchisi, ertalab ishlash, mashg'ulot, miya samaradorligi. 80-150 mg kofein, taxminan bitta 2 ta chashka kofe. Shakarsiz minimal, qog'oz filtrlangan. Sport kuni mashg'ulotlardan 45-60 minut oldin 3 mg 1 kilo vaznga boshlash tavsiya qilinadi. Ichishni to'xtatish vaqti uyqudan 8-10 soat oldin. Agar LDL xolesterin muammo bo'lsa agar, albatta filtrlangan kofeni ichishni tavsiya qilinadi. Agar bezovtalik bo'lsa, dozani pasaytirish yoki dekafni ichish va uni o'z vaqtida ichish tavsiya qilinadi. Yakuniy xulosa. Kofe yomon ham emas, lekin mo'jiza ham emas. U faqatgina instrument. To'g'ri ishlatsangiz, metabolizmga ijobiy yo'nalishda xizmat qilishi mumkin, ichak mikrobiomini yaxshilashi mumkin, fokus va trenirovkani samaradorligini ko'tarishi mumkin. Noto'g'ri ishlatsangiz, uyquni buzadi, sirkadian ritm badaningizda soatlarini buzadi va shu bilan birga yurak qon tomir kasalliklar xavfini oshiradi va shu bilan birga gormonal foningizni buzib yuborishga ta'sir qiladi. Va eng oxirida asosiy fundamental qoida sifatida shuni aytaman. Avval asoslarni to'g'irlang, keyin kichik detallarga o'tsangiz bo'ladi. Asoslar bu nima? Birinchisi harakat. Kamida haftasiga 150 daqiqa harakat qilish kerak. Ikkinchisi uyqu. 7-8 soat bir vaqtda turib, bir vaqtda yotish muhim. Keyingisi to'g'ri ovqatlanish. Kundalik oqsil normasi va qo'shimcha vazn bo'lsa agar undan xalos bo'lish va oxirgisi stress. Stress miqdorini nazorat qilish juda ham muhim. Kofe bu instrument. Ilm yo'nalish beradi, lekin mas'uliyat baribir sizniki.